O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 8-maydagi lalma va yaylov yer uchastkalarini foydalanishga kiritishni rag'batlantirishning yangi mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida aholiga targ'ibot ishlari o'tkazildi. Mazkur seminar Karmana tumanidagi Talqoq mahalla fuqarolar yig'inida gulchilik bilan shug'ullanib kelayotgan aholi xonadonida bo'lib o'tdi. Seminarda Navoiy viloyat agroxizmatlar markazi mutaxassislari, qishloq xo'jaligi boshqarmasi va o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi xodimlari, tuman hokimlari yordamchilari, mahalla raislari hamda aholi vakillari ishtirok etdi. Tadbir davomida mutaxassislar tomonidan suyak xomashyosidan mineral organik o'g'it tayyorlash texnologiyasi amaliy tarzda namoyish qilindi. Qayd etilganidek, suyaklar tarkibidagi fosfor va kalsiy kabi muhim mineral moddalarni o'simliklar oson o'zlashtiradigan shaklga keltirish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Seminar ishtirokchilariga suyak uni va suyak sharbati tayyorlash usullari haqida batafsil ma'lumot berildi. Suyak xomashyosidan tabiiy, ekologik, toza, fosforli, kalsiyli mineral o'g'it tayyorlash bo'yicha aholi xonadonida kelib, mana shu mahalla fuqarolari bilan birgalikda suyakdan mana shu fosforli, kalsiyli mineral o'g'it olish bo'yicha seminar o'quv mashg'ulotlarini o'tkazdik. Ushbu suyakdan ikki xil usulda organik mineral o'g'it tayyorlanadi. Suyaklarimizni kukun holatiga keltirib, buni bir qancha etaplardan o'tgandan keyin kalsiyli, fosforli mineral o'g'itlarimizning ekinlarimizga foydali tomonlarida shundaki, demak bu yer strukturasini yaxshilaydi, daraxtlarimiz ildiz poyalarini mustahkamlaydi va hosil mevalarini sifatli, shirin, ekologik, toza mahsulotlar yetishtiriladi. Ta'kidlanganidek, suyak xomashyosidan organik o'g'it tayyorlash usuli an'anaviy kompostlash jarayonlariga nisbatan tezkor, iqtisodiy jihatdan tejamkor va yuqori samarali hisoblanadi. Bu esa aholi tomorqalarida tuproq unumdorligini oshirish, ekologik toza mahsulot yetishtirish va organik dehqonchilikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Seminar yakunida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan javob oldilar hamda mazkur tajribani mahallalarda keng ommalashtirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Bunday amaliy tadbirlar aholining agrar bilimlarini oshirish, yer resurslaridan samarali foydalanish va qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etishga xizmat qilmoqda.